Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Isoxon Plaza. Bugun videomizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun do'stlar yana o'sha qishloqda kompyuterxona ochdimmi, 3-qismini olyapman do'stlar. O'zingiz nima gapsiz? Yaxshimisizlar? Ishlar bo'lyaptimi? Mana Salom do'stlar. bugun do'stlar Azimjon 009. Isoxon Plazaning do'sti. do'stlar xullas bugun men ishchi oldim mana. Yangi ishchi Azimjon 009 degan ishchi oldim do'stlar. Nergaliga o'tgan safarga do'stim bor edi-ku, u bugun ish chiqib qolib, o'shanga kela olmadi. Shunga bugun mana do'stim chaqirdim. Qani do'stim salomlash. Salom barchaga do'stlar. Sizlar bilan Azimjon 009. Kompyuterxonaning 3-qismini ochmoqdamiz. O'shanga hozir boramiz. Do'stlar, xullas kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Qanday biz ketdik. Xo'p, do'stlar ketdik. Ketishimizdan oldin Azimjon han debdir. Hozir biz tomorqadagi ishlarni qilib, keyin ishxonamizga jo'namiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Sen yurib turib turaver, tashqarida bo'lib turaver. Hozir men mana chiroqni o'chirib qo'yaylik. Xo'p, kompyuterimni ham ozgina o'ynadim do'stlar. Bu kechagina keldi do'stim. Xullas biznikida qoldi. Shunga nima qilyapmiz? Xo'p, tak. Hozir mana. O qochibdir. Qochibdi o'zi. Sistema qo'ying. Xo'p, do'stlar, qarabchi, mana ishimiz ham ancha yengillab qoldi. Klientlar ham ancha ko'paytirib oldik, Azimjon. Qanday? Klientlarni ham ko'paytirib oldik. Hop, endi biz do'stlar hozir biz sabzi narsalarni ekib chiqib tez ishxonamizga jo'nasak ham bo'ladi Azimjon. Xullas, anchadan beri sen ham kelmading. Nima desam bo'ladi? Tak. O'sha ancha ishchi oldim, lekin birortasi nasib bilan yetmay qoldik ham hali. Hop, yorani janob mer oldiga kirib chiqaylik. Azimjon. Xo'p, xullas do'stlar, xafa bo'lmaysizlarni do'stim, hozirgina ish chiqib bo'lib ketib qoldi. Ancha qarash yo'q. Uzr do'stlar, kamerani o'chirib turdim. Sababini do'stim nasib bo'lib qoldi. O'shanga hozirgina o'sha shaharga ketdi. Siz ish chiqib qoldi. Endi o'zim narsa qilarkanman shekilli edi, mayli. Ha, bo'ldi do'stlar, hozir biz janob mer oldiga kirib chiqib, keyin Max degan bitta jitil do'stim yashaydi shu qishloqda u ham. Xullas hozir o'shaning yoniga boramizda. Undan iltimos qilib turamiz. Uni ham bir kunlikka ishga olib, uni ham pulini beraman. Xo'p, unda ketdik janob merning oldiga. Xo'p, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom, kel. Yaxshimisiz, Steve? Rahmat, yaxshi. Xullas men tomorqadagi ishlarni qilib qo'ydim. O'shanga ishxonamga jo'natib yo'ldim. Max yerga shu yerda yashayotgan hali ham. Ha, shu yerda yashayotgan. Nima edi? Xullas uni hozirgina bitta Azimjon degan do'stim bo'ldi-ku. Xo'p, gapiravering-chi, eshitib turibman. Hozir u ketib qoldi. Uni janob men ish chiqib qolgani uchun ketib qoldi. Shunga o'sha Maxni bir kun menga qarashaversa yaxshi bo'ladi. Keyin uni ham pulini berardim. Ha, mayli, shunaqa qilib bo'lsa-qara, nima derkin? Keyin menga ham xabarni berarsan. Xo'p, mayli janob mer. Xo'p, do'stlar, unda ketdik. Ana o'sha Maxning yoniga berib kelamiz. Max elga millioner jitil do'stlar. Xo'p, golemlar hali ham o'sha joyda turibdi. Tak. Salom jitil, yaxshimisan? Ha, nima gap, Steve, yaxshimisan? Tinchmisan, ishlar bo'lyaptimi? Nima gaplar? Yaxshi jitil. Xullas elga millioner Max bordi-ku. O'sha qayerdaligini bilmaysanmi? Ehtiyot. Yo'q, bilmayman. Kechagina shaharga ketdim, shunga hali qaytmasa kerak. Qachon qaytishini bilmaysanmi? Senga aytmovdi? Yo'q, aytmovdi. Nima edi? Xullas, kompyuterxona ochganligimni bilasan-a? Ha, albatta bilaman. Nima uchun? Xullas, menga Xo'begida Azimjon degan do'stim keladi, ko'rgan bo'lsang. Ha, Xo'begida ko'zim tushdi, bitta bola yigit keladi, o'shanga. Xullas, menga o'sha Azimjon do'stim ketib qoldi, shuning uchun